Viloyat plus qo'shni davlatlarga mashina olib ketamiz. Sifati ham mashina bor. Gap yo'q. O'zgarmaydi. Odam o'zgarsa o'zgaradi, lekin davlat o'zgarmaydi. Ayshitdi. Okalar, sizlarga savol. Shu Samarqand darvozamizni modasi yaxshimi yoki mana bu Haytesh darvozamiz yaxshimi? Nima deysizlar? Sizlarning bitta fikringiz qiziq biz uchun. Haytesh deganlar bir yozamiz kommentariyaga. Samarqand darvoza deganlar ikkini yozamiz. E'tibor uchun kattakon rahmat. Kasal bo'lmani o'zingizni ehtiyot qiling. Seximizda hamma darvozalardan bo'libdi. Mana bu darvozamiz Chechen darvoza, Samarqand darvoza, Haytesh darvoza, bu yoqda Taroqli darvoza, bu ham Taroqli darvoza. Bu darvozamiz Samarqand darvoza. Bu o'shani sheriga. Bu darvozamiz Taroqli darvozani, Taroqlini yo'qotib yuborilgani sifatlarini bitta baho berib ketinglar. Shunaqa darvoza yasayralikmi yoki bo'lmasa oralarga filtr sepalikmi? Nima deysizlar? Faqat bu yerda do'stona maslahat berasizlar, negativlik qilmasdan. Shunaqa hunarmandlar bir-birimizni podдержка qiladigan bo'lsa, xudo xolasa rivojlanish yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sexda ishlar bo'lib turibdi, xudo xolasa. Bolalar hozir Qirg'iziston kargoga darvozasini yuklash harakatini qilishibdi. Qirg'iziston Jallobod darvozasi ketdi mana. Yaxshilaveradi, nomahramni ko'rmasin. Buni Qirg'izistonga ham shunaqa sifatli ichga dedi darvozalar. Mashalloh. Mashalloh. Просто changga e'tibor bermasa